Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz o'zini tarixdagi vahshiy ishlari bilan nom qoldirgan Vlad Tepesh, Vlad Drakula, ya'ni qoziqli voyvoda tarixiga yuzlanamiz. Bu videoda siz Vlad Drakulaning kelib chiqishi, u qanday qilib Valaxiya knyazi bo'lganini, Vladni Fotih Sulton Mehmet bilan munosabatini, uning ayovsiz jazolari va o'sha davrdagi mash'um ishlarini va uni Usmoniylarga qilgan isyoni hamda uni o'limigacha bo'lgan voqealarni bilib olasiz. Vlad Drakul, ya'ni 3-Vlad yoshligida otasi 2-Vlad tomonidan Usmoniylar saroyiga asir o'laroq Garoviyaga yuboriladi. Vlad bilan uning yonida Radul, ya'ni uning ukasi ham bo'ladi. Vlad yoshligini Usmonli saroyida o'tkazadi. Vladni 2-Murod xuddi o'zini o'g'illari bilan teng ko'rib, ular bilan, ya'ni Mehmet, Alovuddin bilan birgalikda ta'lim olishiga ham izn beradi. Hatto ba'zi tarixchilar Mehmet va Vladni orasi juda ham yaqin ekanligi, ular xuddi o'zini bir-birini aka-ukadek tanishgani haqida ham iddaolari bor. Aslida Vlad Usmonliga juda ham sodiq inson bo'ladi. Hatto u Eflak taxtiga ham Usmonlining dastagi bilan chiqadi. Usmonli qo'shinini ortiga olgan Vlad Valaxiyaga, ya'ni eski nom bilan Eflak knyaziga kiradi va taxtni egallab, Usmonlini Valaxiyadagi voyvodasiga aylanadi. Bu davrga kelib Vladni anchagina dog'i ketib ulgurgan bo'ladi. Vlad o'zi taxtga chiqishdan oldin ham xalq orasida uni qoziqli voyvoda, ya'ni qoziqli knyaz deb atashardi. Bunga sabab Vlad o'ziga xoinlik qilgan insonlarni, dushmanlarini qoziqqa o'tkazib o'ldirishni juda ham xush ko'rardi. Hatto uni eng yoqtirgan mashg'ulot ham o'zi qoziqqa o'tkazgan insonlarning oldida taomlanib o'tirish edi. Hatto Vlad huzuriga kelgan Usmonli elchilari sallalarini yechmagani uchun sallalarini boshiga mixlatib qo'yadi. Ha, Vlad shunday bir vahshiy inson edi. 1461-yilga kelib Eflak taxtidagi Vlad Usmonliga o'lponlarini bermay qo'yadi. Bu holat bir oz vaqt davom etgandan keyin Fotih Sulton Mehmetxon Vladga shaxsiy bir maktub yo'llab, Eflak o'lponlarini Usmonli saroyiga Vladning shaxsan o'zi keltirishini xohlaydi. Bu o'rtalikda bo'layotgan o'yinni Vlad yaxshigina anglaydi va Usmonli saroyiga borsa uning kallasi olinishini yoxud asir tushishini bilib, Usmonlilar oldiga, ya'ni Fotih Sulton Mehmetxon oldiga borishdan bosh tortadi. Vlad Usmonliga o'lponlarni bermagandan keyin o'zini shahar atrofidagi, ya'ni Targovishta atrofidagi barcha qishloqlardagi turklarni o'ldirib, qoziqqa o'tkazadi. Targovishta ichidagi bir qancha turklarni ham o'ldiradi va qoziqqa o'tkazadi va bundan cheksiz zavq va xursandchilik oladi. Bu zulmlarni eshitgan Fotih Sulton Mehmetxon kattagina qo'shin to'plab Eflak knyazligiga yurishga otlanadi. Usmonli qo'shinlarini oldida ketayotgan bir kichik akinchi birligi, taxminan 10 mingta yoki 5 mingta oralig'idagi askarlar Targovishta atrofiga ertaroq yetib boradilar. Ularni kelganini bilgan Vlad reja tuzib, ularni qo'lga tushiradi va Targovishta atrofida kattagina o'rmonni, daraxtlarni kesib, butun asir olingan turklar, o'ldirilgan turklarni va unga hujum qilgan akinchi askarlarini qoziqqa, ya'ni daraxtlardan tayyorlangan qoziqlarga o'tkazib, butun bir qoziqli o'lik o'rmonni hosil qiladi. Bu manzara yetib kelgan Usmonli qo'shinlarini chinakamiga dahshatga sola oladi. Usmonlilar oradan hech qancha vaqt o'tmay yetib kelgan manzilida Targovishtani, ya'ni Valaxiya poytaxtini qamal ostiga oladilar. Usmonli qo'shini juda ham kuchli artilleriya bilan qurollangan bo'lib, Eflak poytaxti Targovishtani osongina qo'lga kechirishar edi. Bu narsalarni yaxshigina anglab turgan Vlad o'zining mudhish va chirkin rejasini tuzadi. U tunda shahardan yashirincha chiqib, Fotih Sulton Mehmetxonni shaxsiy o'toviga tungi hujum uyushtiradi. Lekin bu hujum Yenicherilarning hassosiy o'rtasining shaxti va shijoati bilan mardonavor qaytariladi va Fotih Sulton Mehmetxon hayoti saqlab qolinadi. Vlad esa bu maydondan jonini bazo'r qutqarib, Majaristonga chekinadi. Targovishta shahri egallangandan keyin Fotih Sulton Mehmetxon Eflak taxtiga Vladning ukasi Radulni o'tkazadi va o'zi poytaxtga qaytib ketadi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, Vlad Majaristondan dastak olib yana Eflakka kiradi. Ammo bu safar akinchilarning qo'liga tushib, kallasi kesilgan holatda Usmonli saroyiga jo'natiladi. Bu hikoya ba'zi insonlar uchun kichik bir voyvodani katta bir imperiyaga qarshi kurashi bo'lsa, ba'zilar uchun esa haddan oshgan vahshiy hukmdor qissasidir. Siz bilan men Javohir Hoshimov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Bu bizning kontentimiz davom etishi uchun muhim zamindir.